Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlarga butun dunyodagi telekanallarni smartfoningiz yordamida bepul ko'rishni o'rgataman. Unda biz boshladik. Buning uchun albatta Google ga kirib olamiz va Google qidiruv tizimidan tv.garden deb qidiramiz. Xuddi ekranda ko'rsatilganday yozamiz. Va saytga kirganimizda bizga globus ko'rsatiladi va globusda barcha davlatlar har xil ranglarda ko'rsatilgan. Aytmoqchi, bu yerda nafaqat telekanallar, balki butun dunyo radio eshittirishlarini ham eshitish mumkin. Qaysi davlat telekanallarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunchaki globusda o'sha davlat ustidan bossangiz, o'sha davlatning barcha telekanallarini ko'rsatadi. Masalan, O'zbekistonni tanlaydigan bo'lsak, hattoki viloyat telekanallarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aytmoqchi, kanalimizga obuna bo'lish va videoga bir dona like bosib ketishni unutmang. Xo'sh, sizga qanday mavzudagi videolar qiziq? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Xuddi shu tartibda radio bo'limi orqali radio eshittirishlarni ham tinglashingiz mumkin bo'ladi. Keyin saytdagi yon tomondagi 3 ta chiziqcha tugmasini bosish orqali telekanallarni kategoriya bo'yicha ko'rishingiz mumkin. Masalan, yangiliklar, musiqa, sport telekanallarni alohida